Alo, Allo. assalomu alaykum. Alaykum assalom. Chiroyli yuzli, shirin so'zli, qalblarning qadrdoni bo'lgan Tursunoyxon onajonimiz bilan bog'landikmi? Ha, bog'landilar. Yaxshimisiz, tanjoningiz, sog'mi, kayfiyatlaringiz a'lomi? Rahmat, Xudoga shukr. Boshlagan kuningiz xayrli va barokatlarga to'la bo'lsin. Bugungi juma ayyomi qolaversa, tavallud kuningiz bilan shodiyona, shukrlanalik ayyomingiz bilan qutlaymiz. Allohim ikki dunyoda ham eng saodatmand insonlardan bo'lishlikni nasib aylasin. Ilohim aytganingiz bo'lsin. Ayni soniyalarda sizga yaqindan tabrik, dil izhorlar loyihasidan qo'ng'iroq qilib turibmiz. Loyihamizga bu go'zal kun munosabati bilan sizni yanada shod etish maqsadida yaqinlaringiz tomonidan yo'llangan tabriknoma, dil izhorlari bor. Rahmat. Taxmin qilib ko'ringchi, ushbu tabrik xatini qaysi bir yaqiningiz yo'llagan bo'lishi mumkin? Farzandlarim, juft halolim bor. O'zbekistondan ovsinim bor. Ularga tabrik qilib turadigan qizlarim bor. Demak, bizdagi variantni tinglang. Bilmadim. Ushbu tabrik xati sizning mehrda tengsiz keliningiz Farangizxon opajonimiz tomonidan yo'llangan. Rahmat, sog' bo'lsin. O'zim ham taxmin qildim. Mashalloh. Qolaversa, ikki pahlavon o'g'lingiz, umr yo'ldoshingiz Ulug'bek hoji ota, ikki pahlavoningiz Umarbek va Abdullojon akalar, go'zal qizlaringiz Robiyaxon, Solihaxon, Muzalifa hamda keliningiz Zahroxon opalar, jajji nabiralaringiz ham sizga o'zlarining samimiy dil izhorlarini, tabriknomalarini yo'llab qolishibdi. Makkada svaz yaxshimas ekan. Mashalloh. Allohim Allohim baytida qilgan duolaringizni, amallaringizni qabul aylasin, ajr savoblarini ko'paytirib bersin. Ilohim aytganlaringiz kelsin. Bizni ham duo qilib qo'ying onajonim, shu muborak qadamjolarga borish barchamizga nasib bo'lsin. Tabrik yo'llaganlarim baxtli bo'lsin hammasi. Sog' salomat bo'lsin. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Agar ijozat bersangiz, keliningizning mehr va muhabbat bilan bitilgan ushbu tabriknoma, dil so'zlarini o'qib eshittirsam. Ilohim hammalaring kelishlaringni Alloh nasib qilsin. Nimaiki niyatlaringizni qilinglar. Amin, inshaalloh aytganingiz kelsin. Agar ijozat bersangiz, keliningizning ayting eshitay. Marhamat, tinglang. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli va qadrdon bo'lgan, mehribon bo'lgan, dunyoda chiroyligim, Qur'onimiz sarishtasi, jannatning farishtasi, yuragimning bir parchasi, amalikasi bo'lgan jannatim, mehribonim onajon. Bugun sizga aytmoqchi bo'lgan dil so'zlarimni, tabrik so'zlarimni mana shu ko'rinishda yo'llagim keldi. Bilasizmi, men sizni